10. bob. Mazkur va'dinomaga muhrlarini basqallah. Hakaliyaning o'g'li Yahudiyaning boshlig'i Nahamiya va Zidqiya. Ruhaniylardan Siraya, Azariya, Yeremiya, Pashxur, Amariya, Malkiya, Hattush, Shibaniya, Malluk, Harim, Merimot, Obadiya, Daniyal, Ginitton, Baruk, Mishullam, Abiya, Miyamin, Maazya, Bilgay ve Şimayalar. Laviladın, Azaniya'nın oğlu Yeshua, Xenadat'nın oğlu Binnuy, Kadmiyel, hem de ulanın hizmetdaşlarıdın Şibaniya, Hodiya, Qilita, Pilaya, Hanan, Mika, Rehob, Haşabiya, Zakkur, Şerebiya, Şibaniya, Hodiya, Bani ve Bininular. Emeldarladın, Paroş, Pahat Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebay, Adoniya, Bigvay, Adin, Ater, Hizkiya, Azzur, Hodiya, Haşum, Besay, Harif, Anatot, Nibay, Magbiyaş, Mishullam, Hizir, Mishezabel, Zadok, Yaddua, Pilatya, Hanan, Anaya, Hoşiya, Hananya, Haşub, Halloheş, Pilha, Şobek, Rehum, Haşabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Malluk, Harim ve Baanalar. Qalğan xalqlardan ruhaniylar, laviylar, ibadetxona darvozavallari, munojotchilari, xizmatkorlari hem Xudoning qonuniga bo'ysunish yo'lida bu zaminning yot xalqlaridan o'zlarini chetga olganlar, ularning ayollari va barliq aql yeshiga yetgan qiz o'g'illari o'zlarining yurtboshlari bilan billa Xudo oldida qasam qildi. Agar ular Xudoning xizmatkori Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrat qonuniga xiloflik qilsa, Xudoning qarg'ishiga ketadi. Ular igimiz Parvardigorning barliq amirlariga va qoida nizomlariga amal qilamiz deb qasam berishdi. Biz bu zamindagi yot xalqlar bilan nikohlanmaymiz. Agar bu zamindagi yot xalqlar dam elish kuni yoki boshqa muqaddas kunlarda oziq-tulik setib savdo-setiq qilsa, biz ulardan qat'iy setib olmaymiz. Biz har 7-yili, ya'ni dam oldiramiz va qarzlarni bekor qilamiz. Biz ibodatxonaning xarajati uchun her yili 4 gramdan kumush berish mas'uliyatimizni üstümizga olamiz. Bu xarajat Xudoga atalgan nonla, kundilik oshliq hadiyalari hem kuydirma qurbonliklar, dam elish kuni, hilal oy hem belgilagan heyitlarda qilinadigan hadiyalar, Xudoga atalgan qurbonliklar, İsraillarning gunohlari uchun kechirilish qurbonliklari va ibodatxona xizmatlari uchun ishlatiladi. Biz ruhaniylar, laviylar ve boshqa barliq xalq Tavrat qonuniga binoan Parvardigorimiz Xudoning qurbonlik supsida qolinadigan o'tillarni har yili qaysi jamoatning belgilangan vaqtda ibodatxonaga elib kelishini chek tashlash orqali belgilaymiz. Biz her yili tunji pishqan oshliq bilan mevalarimizni ibodatxonaga elib kelishni ustimizga olamiz. Tavrat qonuniga binoan biz tunji o'g'limiz va molvarallarimizni
Xudoning xizmatida bo'layotgan ibodatxonadagi ruhoniylarga elib kelamiz. Biz her yili eng yaxshi un hem boshqa hediyeler, her xil meyveler, şaraplar ve zeytun yağlarını ibodatxonaning ambarlarida saqlash uchun ruhoniylarning oldiga elib boramiz. Biz yerimizdan chiqqan mahsulotlarning 10dan bir ulushini laviylarga topshiramiz. Laviylar buni hamma yezilarimizdan yig'adi. Laviylar buni yiqqanda tunji bosh ruhoniy Harunning avlodlaridan bir ruhoniy ular bilan billa bo'lib, yiqqanlarni ibodatxona ambarlariga elib boradi. İsraillar ve Laviylar hediye qilgan oshliq, şarab ve zeytun yığını ibodatxonaning saymalları saqlanadigan ve navbatchi ruhaniylar ibodatxona darvozavallari hem munojatchilari turadigan ibodatxona uylariga elib boradi. Biz nazarimizni ibodatxonadan neri qilmaymiz.